Assalomu alaykum hurmatli sirdaryoliklar, aziz abituriyentlar va ularning ota-onalari. Bugungi brifing orqali sizlarni 2026-2027 o'quv yili uchun oliy va professional ta'lim tashkilotlariga qabul jarayonlari, test sinovlarida ishtirok etish uchun ro'yxatdan o'tish tartibi hamda abituriyentlar uchun yaratilgan imkoniyatlar bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 24-maydagi PF81 son farmoniga muvofiq davlat oliy va kasbiy ta'lim muassasalariga qabul qilishda avval test, so'ng tanlov tamoyili joriy etilgan. Mazkur tartibga ko'ra, abituriyentlar dastlab test sinovlarida ishtirok etadi, so'ngra to'plagan ballari asosida oliy ta'lim muassasalari va kasbiy ta'lim tashkilotlari uchun tanlovda qatnashadi. 2026-2027 o'quv yilida ham qabul jarayonlari aynan shu tartib asosida tashkil etiladi. Kirish imtihonlari iyul-avgust oylarida o'tkaziladi hamda davlat oliy ta'lim muassasalari bakalavriatiga 2 bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqich abituriyentlar 5-iyundan 25-iyunga qadar, ya'ni 25-iyun kuni ham bilim malakalarini baholash agentligining may.uzbmb.uz sayti yoki Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalining may.gov.uz orqali ro'yxatdan o'tishi mumkin. Ro'yxatdan o'tish jarayonida abituriyentlar fanlar majmuasini, ta'lim tilini, test sinovini topshirish hududini tanlashlari zarur. Alohida iqtidor talab etadigan ta'lim yo'nalishlari uchun hujjat topshiradigan abituriyentlar esa qo'shimcha ravishda alohida iqtidor talab etiladigan ta'lim yo'nalishini, kasbiy ijodiy imtihon topshiradigan oliy ta'lim muassasasini tanlashlari kerak bo'ladi. Ikkinchi bosqich test sinovlari yakunlangandan so'ng abituriyentlarga 15 kun muddat davomida oliy ta'lim muassasasini, 5 tagacha bakalavriat ta'lim yo'nalishini, ta'lim shaklini, tanlov ustuvorligini tanlash imkoniyati beriladi. Test sinovlari natijalari imtihon o'tkazilgan kunning ertasi kuni e'lon qilinadi. Abituriyentning talabalikka tavsiya etilganligi yoki etilmaganligi haqidagi yakuniy hujjatlar esa tanlov jarayoni to'liq yakunlangandan keyin bir hafta muddatda agentlikning rasmiy veb-saytida e'lon qilinadi. Kasbiy ta'lim muassasalari, texnikumlarda o'qish istagini bildirgan abituriyentlar oliy ta'lim muassasalari bo'yicha yakuniy natijalar e'lon qilingandan keyin 10 kun davomida texnikumni, kasb yoki mutaxassislikni, ta'lim shaklini tanlashlari zarur. Texnikumlar bo'yicha yakuniy natijalar ham agentlikning rasmiy veb-saytida e'lon qilinadi. Hurmatli fuqarolar, hozirda ro'yxatdan o'tish jarayonlari davom etmoqda. Ro'yxatdan o'tish bo'yicha video yo'riqnoma agentlikning rasmiy veb-sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarga joylashtirilgan bo'lib, ularda barcha jarayonlar bosqichma-bosqich tushuntirib berilgan. Abituriyentlar ro'yxatdan o'tishning oxirgi kunini kutish shart emas. Hozirdan onlayn arizalarni yuborib qo'yishingizni tavsiya qilamiz. Bilim va malakalarni baholash agentligi faoliyatida korrupsiyaga mutlaqo yo'l qo'yilmaydi. Agar test sinovlari bilan bog'liq har qanday korrupsion holatlarga duch kelsangiz, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yoki agentlikning 95 199 19 44 ishonch telefoniga hamda 1195 kal markaziga murojaat qilishingizni so'raymiz. Hurmatli abituriyentlar, sizlarga test sinovlarida puxta tayyorgarlik ko'rishingizni, o'z bilimingizga ishonib imtihonlarda muvaffaqiyatli ishtirok etishingizni va talaba bo'lishingizni tilaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.